Demak, bugun darsimizda yorug'lik interferensiyasi haqida gapiramiz va kogarent to'lqinlar. Kogarent to'lqinlar deb yozamiz. Kogarent to'lqinlar deb chastotasi bir xil. Fazalar farqi o'zgarmas bo'lgan to'lqinlarga aytiladi. Kogarent to'lqinlar deb qanaqa to'lqinlarga aytilar ekan? Agar ikkita yorug'lik to'lqinni, umuman olganda ikkita to'lqinni chastotalari bir xil bo'lib, fazalar farqi o'zgarmas bo'lsa, bunday to'lqinlarga kogarent to'lqinlar deyiladi. Bugun o'sha yorug'lik interferensiyasi haqida gapirganimizda aynan o'sha birinchi sharti bo'ladi. Ikkita to'lqin interferensiyaga uchrashi uchun ular kogarent bo'lishi shart. Tushunarli? Kogarent to'lqinlargina interferensiyaga uchraydi. Endi kogarent to'lqin nima desa, chastotasi bir xil va fazalar farqi o'zgarmas bo'lgan to'lqinlarga aytiladi. Endi interferensiya deb nimaga aytiladi degan savol tug'iladi. O'zi umuman olganda faqat yorug'lik to'lqini interferensiyaga uchramaydi. Barcha to'lqinlar interferensiyalanadi. Barcha to'lqinlar. Interferensiya degani ikkita kogarent to'lqinni fazoning biror nuqtasida qo'shilishi natijasida yo kuchayishiga yo susayishiga aytiladi. Interferensiya deb yozamiz. Ikkita kogarent to'lqinni fazoning biror nuqtasida qo'shilishi natijasida kuchayishi yoki susayishiga aytiladi. Kuchayishi yoki susayishiga aytiladi. Kogarent to'lqinlarda fazalar farqini hisoblash degan narsa bor. To'lqinlarni umuman olganda to'lqinlarni fazalar farqini hisoblash uchun quyidagi ifodani ishlatamiz. 2πd taqsim lambda. Bu delta phi nima ekan? Fazalar farqi. Fazalar farqini hisoblashimiz uchun bizga nimalar berilishi kerak ekan? D bu yo'llar farqi va to'lqin uzunligi berilgan bo'lishi kerak. Qarang, ikkita to'lqinni fazalar farqini hisoblaganda lambda bitta. Chunki chastotasi bir xil bo'lishi kerak dedim-ku. O'sha chastota bir xil bo'lganda davri ham bir xil bo'ladi, o'sha nimasi ham bir xil bo'ladi, lambdasi ham. D bu yerda yo'llar farqi lambda bo'lsa to'lqin uzunligi. Odatda fazalar farqi to'lqinlarni pi ga bog'liq beriladi. Masalan, pi taqsim 4 yoki pi 3pi taqsim 2. Tushundingizmi? Fazalar farqi pi ga bog'liq bo'ladi, pi ga karrali bo'ladi. Chunki d biror bir son, masalan, yo'llar farqi 2 metr bo'lishi mumkin, ha? 1 metr, 10 metr. To'lqin uzunligi ham metrda, metrlar qisqarib, mana pi ga karrali, pi bilan bog'liq son chiqadi-da. Tushundingizmi? U juda ko'p masala beradi. Fazalar farqini hisoblashga. Fazalar farqini hisoblash uchun yo'llar farqini va to'lqin uzunligini bilishimiz kerak. Mana shu yo'llar farqini to'lqin uzunligiga nisbatining 2pi ga karralisi fazalar farqi hisoblanadi. Xo'p, endi yorug'lik interferensiyasi haqida gapirganda nimalarni yana bilishimiz kerak? Interferensiya holati yuz berganda ikki xil shart bajariladi. Yo interferension maksimum kuzatiladi yoki interferension minimum kuzatiladi. Shu ikkita shart bor. Interferension maksimum shartida yo'llar farqini yarim to'lqin uzunligiga nisbati juft son chiqsa natija interferension maksimum bo'ladi.
interferension minimum degani yo'llar farqini yarim to'lqin uzunligiga nisbati toq son chiqsa interferension nima bo'lar ekan? Minimum bo'ladi. Tushunarlimi? Interferensiyada nima kuzatiladi desa, ikki xil holat kuzatilishi mumkin. Demak, yo'llar farqini yarim to'lqin uzunligiga bo'lamiz. Toq son chiqsa interferension minimum. Buni mexanik to'lqinlar yoki tovush to'lqinlariga masalan qiyoslasak, ikkita kogarent to'lqin qo'shilib o'sha interferension maksimum bo'lganda tovushni 2 karra ko'proq, balandroq eshitamiz. Tovushlar ustma-ust tushganda, fazoni biror nuqtasida qo'shilishi natijasida kuchayish bo'lsa. Susayish bo'lganda ikkita tovush qo'shilib, qaysidir nuqtaga borib tovush eshitilmay qolsa, demak nima bo'layotgan bo'ladi? Interferension minimum kuzatilayotgan bo'ladi. Tushunarli, ha? Yozib oling. Endi bir ikkita interferensiyadan misollar ko'ramiz. Bitta misol, mana G elektromagnet to'lqin generatoridan yorug'lik chiqib, mana bu yerga yassi ko'zgu qo'yilgan. Bir marta M nuqtada to'g'ri va yassi ko'zguga tegib boryapti. M nuqtada bir marta ikkita to'lqin uchrashyapti, bir marta N nuqtada. Fazoning biror nuqtasida ikkita kogarent to'lqin qo'shilyaptimi? Endi kogarent to'lqin bo'lishiga buni kogarent to'lqinlik sharti bajariladi. Nima uchun? Bitta manbadan chiqayotgan to'lqinlar doim kogarent bo'ladi. Ya'ni bitta manbadan chiqib, ikkita yo'llar orqali qayerdadir uchrashsa, u ikkita to'lqinni chassatasi bir xil, bitta zavoddan chiqyapti, bitta generatordan chiqyapti, chassatasi bir xil, fazalar farqi o'zgarmas bo'ladi bu to'lqinlar. Endi savol tug'iladi. M nuqtada yoki N nuqtada ikkalasida ham interferensiya kuzatiladimi? Kuzatiladi. Kogarent va bitta nuqtada ikkita to'lqin qo'shilyapti. To'g'ri va yassi ko'zgudan qaytib. Bu nuqtada ham kuzatilyapti. Endi savol, interferension maksimummi, interferension minimum kuzatiladimi? Mana buni hisoblaymiz endi. Interferension maksimum yoki minimum bo'lishi uchun qanday hisoblardik? Yo'llar farqini yarim to'lqin uzunligiga nisbatini olardik. Qaranglar endi. Mana bu birinchi yo'li 11,5 necha santimetr yurdi? 23 santimetr. To'g'ri bo'lganda 11 santimetr. Yo'llar farqi M nuqtada yo'llar farqi qancha bo'ladi? 23 ayrilgan 11. 12 santimetr. To'lqin uzunligi qancha ekan? 3 santimetr. Endi yo'llar farqini yarim to'lqin uzunligiga nisbatini hisoblaymiz. 3/2 santimetrlar qisqaradi. 2 yuqoriga chiqib 24/3 8. Juftmi, toqmi bu? Juft. Demak, M nuqtada interferension nima kuzatilar ekan? Maksimum kuzatiladi. Tushundingizlar? Yana xuddi shunday yo'llar farqini yarim to'lqin uzunligiga nisbatini N nuqtada ham hisoblab qo'yamiz. Mayli. D bo'lingan lambda taqsim 2. O'zingiz hisoblagan bo'lishingiz kerak. Men yozganimcha 14,5 29 bitta yo'li, ikkinchi yo'li 24,5. Yo'llar farqi qancha? 4,5. To'g'ri. 4,5 ni bo'lamiz yarim to'lqin uzunligi 3 ni yarmi. 1,5 mi? 4,5 ni 1,5 ga bo'lsak 3, bu 90. Bu yerda interferension nima kuzatiladi? Bu yerda maksimum, bu nuqtada minimum. Demak, interferensiya M va N nuqtalarida birinchi savol beradi. Kuzatiladimi, yo'qmi? Kuzatiladi. M nuqtada interferension maksimum kuzatiladi,
N nuqtadachi interferension minimum kuzatiladi. Tushunarlimi? Yana mana bu ikkinchi rasmni ko'rsak, mana bu rasmni men chizdim. Bu yerda nima berilgan? Ikkita lampochka qo'yilgan, yorug'lik manbai. Mana bu yerda yassi ko'zgu oyna qo'yilgan. Mana bu yerda bu ekran. Ekran yoki o'sha interferensiyani kuzatadigan o'sha nima. Birinchi, ikkinchi, uchinchi nuqtada yorug'liklarni yig'ilishi yoki qo'shilishi hosil bo'ldi. Endi qaysi nuqtalarda interferensiya kuzatiladi deydi. Bu uchun asosiy shart to'lqinlar kogarent bo'lishi kerak. Ikkinchi shart fazoni biror nuqtasida qo'shilishi kerak. Eslaringizdan chiqmasin, hech qachon ikkita lampochkadan chiqqan to'lqinlar kogarent bo'lmaydi. Kogarent bo'lishi uchun yorug'lik to'lqinlari albatta bitta manbadan chiqishi kerak va turli yo'llar bilan fazoni biror nuqtasida qo'shilishi kerak. Masalan, ikkita bir xil lampochka olsangiz ham, undan chastotasi bir xil, fazalar farqi o'zgarmas bo'lgan to'lqinlar hosil qilib bo'lmaydi. Kogarent to'lqin bo'lishi uchun albatta bitta manbadan chiqishi kerak, yorug'lik to'lqin. Endi birinchi nuqtada interferensiya kuzatiladigan joy bormi desa, mana birinchi manbadan chiqayapti mana. Bitta yana yassi ko'zguga urilib yana ketyaptimi? Mana bu ikkala to'lqin bitta manbadan chiqyapti. Va fazoni biror nuqtasida qo'shilyapti. Demak, birinchi nuqtada interferensiya kuzatiladimi? Kuzatiladi. Qaysi yorug'lik manbaini to'lqinlari natijasida kuzatiladi desa, birinchi yorug'lik manbaidan to'lqinlari natijasida kuzatiladi. Bittasi to'g'ri boradi, bittasi yassi ko'zguga tegilib boryaptimi? Birinchi nuqtada kuzatiladi. Tushundingizmi? Bu yerda endi hisoblamaymiz, faqat kuzatiladi yoki kuzatilmaydi deb aytib ketamiz. Yana ikkinchi nuqtada qarang. Birinchi yorug'lik manbaidan kelyapti, ikkinchisidan kelib qo'shilyapti. Interferensiya kuzatiladimi? Kuzatilmaydi. Nima uchun kuzatilmaydi? Bitta manbadan chiqishi kerak yorug'lik. Ikkita lampochkadan kelayotgan ikkita yorug'lik manbaidan qo'shilganda u yerda interferensiya kuzatilmaydi, chunki ular kogarent emas. Tushunarlimi? Uchinchi nuqtada yorug'lik qo'shilishida interferensiya kuzatiladimi? Kuzatiladi. Qaysi yorug'lik manbalaridan kelayotgani kuzatiladi? Mana bu bilan ikkinchi manbadan chiqayotgan mana bu to'lqin bilan mana bu ko'zguga urilayotgani ham xuddi shu manbadan chiqqanmi? Kuzatiladimi? Yana bo'lar ekan. Yana birinchisidan to'g'ri kelgan bilan mana bu bilan mana ajratishlaringiz uchun qo'yaman. Xuddi shunday mana bu to'lqin. Mana bu ikkalasini ham qo'shilishi natijasida 3-nuqtada interferensiya kuzatiladimi? Demak, birinchi nuqtada interferensiya kuzatiladi. Buni S1 yorug'lik manbaini yorug'ligi tushishi natijasida kuzatiladi. Ikkinchi nuqtada mana birinchi, ikkinchi, uchinchi nuqtani ko'ryapmiz. Kuzatilmaydi. Uchinchi nuqtada kuzatiladi. Kuzatiladi. S1niki ham kuzatiladi. S2 yorug'lik manbaini ham yorug'ligi fazoni bir nuqtasida qo'shilib interferensiya kuzatiladi. Tushunarlimi? Bu mavzudan qanaqa savollar tushadi desa, birinchi yo'llar farqi bilan to'lqin uzunligini berib, fazalar farqini hisoblashni so'raydi. Fi barobar 2πd taqsim lambda. Ikkinchi, mana bunaqaga o'xshagan yo'llar farqini yarim to'lqin uzunligiga bo'lib, maksimum minimum holatini hisoblashni so'raydi. Masala qilib beradi. Bu ikkinchisi. Uchinchi turdagi masala qaysi nuqtalarda interferensiya kuzatiladi deb bu mavzuda shu masalalardan savol tushadi. Keyin yana interferensiyaga misol ayting desa,
ikkita asosiy misolni tushuntirish mumkin. Ko'p savollarda beradi. Interferensiyaga qaysi tajribalar misol bo'ladi? Birinchisi suyuqlikka yupqa moy tomizilganda yorug'lik tushishi natijasida spektrlar ko'rinadi-ku har xil ranglarda. Mana shu interferensiyaga misol bo'ladi. Ko'rganmisizlar? Asfalt masalan yog'i bor, yomg'ir yog'gandan keyin yorug'lik tushishi natijasida turli xil ranglar paydo bo'ladi. Mana shu interferensiya. Bu ikkinchisi Newton halqalari deydi va o'shanda yupqa moy pardasida interferensiya kuzatiladi. Ikkinchi Newton halqalarida. Mana bu yerga yozaman, interferensiya kuzatiladigan holatlar. Yupqa moy pardalari. Ikkinchi Newton halqalari. Nimada yupqa moy pardalarida qanaqa interferensiya kuzatiladi desa, mana men sxematik tushuntiraman. Newton halqalarini alohida video qilib ko'rsatamiz. Kelishdik-a? Mana suyuqlik sirtida moy mana shunaqa parda hosil qildi. Moy parda hosil qilganda yorug'lik tushishi natijasida biror nuqtada yorug'lik tushadi. Mana shu nuqtaga masalan va pardani pastki qismiga tegib ham qaytadi mana. Tasavvur paydo bo'lyaptimi mana? Bitta yorug'lik manbai, quyoshdan kelayotgan yorug'lik bir marta bitta nuqtaga tushib, moy pardasini pastki qismiga tegib yana qaytadi. Juda yupqa bo'lgani uchun men kattalashtirib chizdim. O'sha fazoning biror nuqtasida bitta manbadan chiqayotgan, ya'ni ikkita kogarent to'lqin qo'shildimi? Demak, interferensiya kuzatiladi. Shuni hisobidan o'sha moyni pardasini ostki qismi va ustki qismiga kelib tegayotgan yorug'lik hisobidan turli xil spektrlarga ajralish, turli xil spektrlar ko'rinadi. Moyni suvni ustidagi moy qatlamiga yorug'lik tushishida. Endi Newton halqalari bu alohida tajriba. Mana bunaqa qozonga o'xshagan narsa bo'ladi, ko'zgu. Buni nimasida oq qora dog'lar hosil bo'ladi. Buni hosil bo'lishiga sabab asosan shu, xuddi bitta pastdan tegib qaytadi, bitta to'g'ridan tegib, mana shunaqa Newton halqalari deb nomlangan fanda mana shu interferensiyaga misol bo'ladi. Tushunarli, ha? Interferensiyani men qisqagina qilib tez tushuntiraman endi, qaytib aytib beraman. Interferensiya nima ekan? Ikkita kogarent to'lqinni fazoni biror nuqtasida qo'shilishi natijasida kuchayishi yoki susayishiga aytiladi. Kogarent to'lqin nima? Chastotasi bir xil, fazalar farqi o'zgarmas bo'lgan to'lqinlar kogarent to'lqinlar deyiladi. Fazalar farqi qanday hisoblanadi? Delta phi barobar 2pi d taqsim lambda. Xo'sh, undan keyin qachon interferension maksimum kuzatiladi, qachon interferension minimum desa, yo'llar farqini yarim to'lqin uzunligiga bo'lganimiz juft son chiqsa interferension maksimum, toq son chiqsa interferension minimum. Va interferensiyani konkret hisoblash mana bitta rasm. Interferensiya qaysi nuqtada kuzatilib, qaysi nuqtada kuzatilmasligi ikkinchi misolda tushuntiriladi. Demak, interferensiyaga misol qaysi desa, ikkita misol bor. Yupqa moy pardalarini ichida spektr paydo bo'lishi, ikkinchisi Newton halqalari. Tushunarlimi? Yozib oling. Mana yana bitta masalaga diqqat qilamiz. Ko'p tushadigan masala. Bir xil amplitudaga ega bo'lgan ikkita kogarent to'lqin orasidagi yo'l farqi toq yarim to'lqin uzunligiga teng bo'lganda, ularni qo'shilishidan hosil bo'lgan natijaviy amplituda qanday bo'ladi? Bu ham Ferminning masala, ko'p tushadigan masala, Teslada, nimalarda. Bu yerda eng nozik joyi nimada desa, nozik bitta so'z hal qiladi bu yerda. Tak, nozik joyi mana bu so'zda. Ba'zan toq keladi, ba'zan juft keladi. Biz aytdik, yo'llar farqini yarim to'lqin uzunligiga bo'lganimiz, ha? Toq bo'lsa minimum, juft bo'lsa maksimum. Shundaymi?
Interferensiyon minimum yoki interferensiyon maksimum. Shu narsani shu yerda aytyapti mana. To'lqin orasidagi yo'llar farqi tok yarim to'lqin uzunligiga teng bo'lsa degani tok son ko'paytirilgan yarim to'lqin uzunligi degani. Ya'ni mana bu formuladan D ni topsam D barobar lambda taqsim 2 ko'paytirilgan tok bo'lishi mumkin yoki D barobar lambda taqsim 2 ko'paytirilgan juft bo'lishi mumkin. Demak bizda yarim to'lqin uzunligi tok yarim to'lqin uzunligiga teng bo'lsa degani. Tok kara yarim to'lqin uzunligi bo'lyaptimi? Bu nima bo'ladi? Tok kara yarim to'lqin uzunligi minimum bo'ladi. Minimum bo'lganda bittasini amplitudasi A edi, ikkinchisini ham amplitudasi A, natijaviysi minimum bo'lganda bir-birini yopib A umumiy nimaga teng bo'lar ekan? 0 ga. Tushunarlimi? Tok desa minimum kuzatiladi. Har birining amplitudasi A dan fazoni biror nuqtasida qo'shilishi natijasida susayish bo'lyaptimi? Tok desa susayish bo'ladimi? A bilan A qarama-qarshi fazaga kelgani uchun natijaviy amplituda nima bo'lar ekan? 0 bo'ladi. Shu masalani xuddi shunday beradi-yu, tok so'zini o'rniga juft so'zi kelsa, hozir bu yerda tok bo'lgani uchun A umumiy 0 bo'ldi. Agar A yu A fazoni biror nuqtasida juft yarim to'lqin uzunligiga to'g'ri keldi desa va oxirida natijaviy amplitudani so'rasa, A umumiy nimaga teng bo'ladi endi? 2A ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Ha? Bunaqa masala ko'rganingizda bir xil amplitudaga ega bo'lgan ikkita kogarent to'lqin degan-ku. Eng nozik joyi mana shu so'zga e'tibor berasiz. Tokmi, juftmi? Tushundingizmi? Keyin mana bu yerda bir xil A amplitudaga, mana bu yerda A so'zi qolib ketdi. Endi yana bir narsa, bir xil A amplitudaga ega emas deb qayerlarda aldash mumkin? Tok bilan juftda aldaydi masala berganda. Bitta masala men ko'rganman, u payt harbiylarda oldinroq savollar 10-iyulda imtihon bo'lardi-da. 10-dami 20-da bo'lardi. Keyin 1-avgustda hammaga bo'lgan paytda mana bu yerda bir xil 2A amplitudadan degan. Endi har biri 2A amplitudadan bo'lsa, tok bo'lsa, baribir javobi nima bo'ladi? 0 juft bo'lsa-chi? 4A bo'ladi. 2A qo'shilganda nima bo'ladi? 4A. Tushundingizlarmi bunaqa masalani? Bunaqa masala ham ko'p uchraydi. Yozib oling.